Ko'pchiligimiz o'zimizdagi aybimizni, kamchiligimizni deyarli ko'ra olmaymiz. Ya'ni hamma inson o'zi uchun haq. Buni qanday bilsa bo'ladi? Ya'ni o'zimizdagi kamchiliklarimizni qanday bilsak bo'ladi? Ro'paramizdagi inson, deylik, xoh qo'shnimiz, xoh opa, singil, kim bo'lishidan qat'iy nazar, hayotimizda har doim davom etadigan, har doim ko'rishadigan odamimiz bo'ladi hammamiz va qaysidir inson bizga yoqmaydi. Masalan, qaysidir xarakteri yoqmaydi, qaysidir gapiradigan qilig'i, gapi, umuman qaysidir jihati bizga yoqmaydi. Ana shu aynan ro'parangizdagi insonni, hayotingizdagi insonni qaysi jihati yoqmasa, aynan ana shu jihat sizda bor. Ya'ni masalan deylik, kimdir juda ham ko'p noliydi, sizga ana shu insonning nolishi yoqmaydi. Ana shu jihat o'zingiz bilmagan holda sizda bor. Shuning uchun bu narsani siz yoqtirmayapsiz.